Bu sovunni korobkasidan chiqargan zahotim xonaga judayam yoqimli, shirin bir parfyum hidlari tutib ketdi. Bu sovunimiz Yaponiyani qo'lda tayyorlangan, oq ko'mirdan tayyorlangan qora sovuni. Buni tarkibida bambuk kukunlari bor. Undan tashqari bu sovun aminokislotalar bilan to'yintirilgan. Yana efirniy maslo ham qo'shilgan, avokado, barbaris yog'lari, kalendula o'simligini ekstraktlari ham qo'shilgan. Shu sababli bu sovunimizdan juda ham bir приятный hid kelib turadi. Hop, bu sovun ko'proq yog'li qora tochkasi bor yuzlarga, tanalarga to'g'ri keladi. Ayniqsa o'g'il bolalarimiz переходной возраст paytlarida tanalarida yog'li tochkalar paydo bo'lishi mumkin, yelkalarida ugrilar bo'lishi mumkin, yuzlarida. O'sha paytda mana shu sovun juda ham zo'r yordam beradi. Hidi juda ham yoqimli. Bu tanani yog'li ugrilardan, qora tochkalardan tozalab beradi, ham увлажнять qiladi. Tanaga juda ham zo'r ozuqa beruvchi sovun. Buni ugrilar bo'lmagan holatda ham ishlatsa bo'laveradi, chunki bu qora ko'mir juda ham foydali hamda bambuk kukuni juda ham foydali. U terini yoshartirish, terini taranglashtirib, oqartirib beradi. Ayollarga ham juda ham zo'r qo'l keladi bu. Ishlatib ko'ringlar, hidi parfyumli hid beradi. Zo'r sovun.